Demokratik jamiyatda shaxs daxlsiz. Shaxsiy hayot daxlsiz. Daxlsiz shaxslar quradigan oila daxlsiz. Oila hayotiga aralashishga hech kimning haqqi yo'q. Lekin o'sha oila a'zolaridan biri ikkinchisining hayoti va salomatligiga daxl qilsa-chi? To'qib beraman deb va'da berdi, qilmadi, o'qitaman deb va'da berdi, o'qitmadi. Oxir qizim o'sha tug'ishiga yaqin kel deb telefon qilaverdi. Qizim mayli, qo'rniga bolam yetim bo'lmasa, endi mana kechirim so'rutdi. Endi qilmas ekan, endi menga xafa qilmas ekan, endi haqorat qilmas ekan, endi bunaqa zulm qilmas ekan dedi, ketdi qizim. Ketgandan keyin 5 kundan keyin tug'di. Qoniga 7 kun bo'lgan, rosa uribdi. Shunaqa uribdiki, bo'g'ib uribdi. 7 kunlik ayol kim uradi? Bu o'zini taniqli diniy bloger Abror Muxtor Alining qaynonasi deb tanishtirgan ayolning 12-iyunda ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan bayonotidan parcha edi. Ayol 17 daqiqalik bayonoti davomida 18 yashar qizini O'zbekiston musulmonlari idorasining Qur'oni Karim va tajvidni o'rgatish bo'limi mudiri o'rinbosari 46 yashar Abror Muxtor Aliga xotinlikka bergani va qizi eridan muttasil zulm ko'rayotganini iddao qilgan. Agar gapimni yolg'on desani, meni Robbim ko'rib turibdi rost gapirganimni. Men to'g'ri guvohim yo'qdir u qizim urtganda, lekin Alloh ko'rgan. Lekin Allohim guvoh qanaqa qilib urganini, qay darajada urganini, qay darajada azob berganini, qay darajada qiynaganini Alloh ko'rgan. Shunaqa qattiq tishlab urar ekanki, inson tishlaydimi insonni? Boshi bilan xuddi to'pni kalla qilgandek kalla qilar ekan qizimni, boshiga kalla qilib tashar ekan. Ovoz egasining aytishicha, so'nggi kunlarda qizini kuyovi o'g'irlab ketgan. Chorasiz qolganini aytayotgan ona davlat rahbaridan yordam so'raydi. Iltimos qilaman. Prezidentimizdan iltimos qilaman. Prezidentimiz qizlar Saida Mirziyoyevadan iltimos qilaman. Namanganlik ayolning audio bayonotini ijtimoiy tarmoqlarga dastlab bloger Sherali Komilov yuklagani ma'lum bo'ldi. Facebook ijtimoiy tarmog'idagi messenjerimga chiqib turib, holat bo'yicha holatdan oldin men bilan gaplashmoqchi bo'layotgani, bir jinoyat bo'yicha xabar bermoqchi ekanligini aytdi va qizini o'g'irlab ketishganini. Kim o'g'irlab ketdi deganimga, o'sha hamma biladigan Abror Muxtor Ali taxallusida faoliyat yuritadigan diniy bloger Abror Abduazimovni. Turmush o'rtog'ini urgani aytilayotgan Abror Muxtor Alining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Telefoni har gal xizmat doirasidan tashqarida bo'laverdi. Biroq Abror Muxtor Ali qaynonasining bayonoti yuzasidan aytadiganini 12-iyun kuniyoq aytib bo'ldi. U audiodagi ovoz egasi o'z qaynonasi ekanligini bilvosita tasdiqladi. Abror Muxtor Ali 12-iyunda e'lon qilgan salkam 10 daqiqalik video postida qaynonasini ruhiy nosog'lomlikda ayblaydi. Uni ayblamayman. U xotinni biroz psixikasida sal kasallik bor shekilli. U qizini rasmlarini ham tarqatib yuribdi. Jinlarga o'xshaydi-da xullas. Abror Muxtor Ali o'z video bayonotida qaynonasining asosiy ayblovi qizini kaltaklayotganiga oid iddaolarini men urgan emasman degan shaklda inkor etmaydi. Masala mohiyatini bilishga qiziqqanlarni oilasiga taklif qiladi. Biz ayollar masalasiga begona erkaklarni aralashtirmaymizki. O'sha qaysi begona erkak shu masalaga qiziqsa, bizga nisbatan shubhasi bo'lsa, yo xotinini jo'natsin, yo singlisini jo'natsin, yo onasini jo'natsin. Ayollar kelib ayol bilan gaplashsin, keyin guvohligini beradi-da, keyin chiqib turib qo'lini kundaga qo'yib beradi. Aytgan gapiga. Qo'l chopish jazosi O'zbekiston Jinoyat kodeksiga kiritilgan jazoning yangi turimi? Bu va umuman oilasidagi voqea yuzasidan savollarga Abror Muxtor Alidan boya aytganimday javob olib bo'lmadi. Uning yana bir telefonini ochgan farzandi otasi uyda emasligini bildirish bilan cheklandi. Ham kor qilmasa, turtish kerak, ayolni biroz qattiqroq tegish. Xotin tutishda kaltakning roli to'g'risida Abror Muxtor Alining o'ziga xos qarashlari mavjud. Ayol kishi
uradigan erini yaxshi ko'radi. Erkak biroz shiddatli bo'lish kerak, gapini o'tkazish kerak. O'sha o'tkazgan paytida o'zi bo'ldi, taloqqa hojati yo'q. Erini maqtanib ham qo'yadi. Ayollar erini shunaqa ekanligidan boshqa dugonalarga maqtanadi. Bu degani erkaklarga men qo'lini ochib yordim, ertadan xotinlarni uring degani emas. Urishni qoidasi bor, ya'ni o'sha ozor bermaydigan, ko'kartirmaydigan qilib, ko'karmaydigan joyiga solasizlar deydi. Ushbu syujet tayyorlanayotgan paytda tarmoqda yana bir audio yozuv paydo bo'ldi. O'zini "Man Abdulhayva Mo'mina Muhammad qizi Abduazimov Abror Muxtor Aliyevichning ayol bo'laman" deb tanishtirgan ovoz egasi jamoatchilikdan uning oilaviy hayotiga aralashmaslikni so'raydi. Turmush o'rtog'imni himoyalari uchun bu videoni qilishga majbur bo'ldim. Men oilam bilan baxtliman. Meni oilamdagi masalalar, o'rtada bo'lgan narsalar, u yozib olingan, har xil montaj qilingan, kesilgan narsalar bor u yerda. Ayni urush chog'idagi yozilgan narsalar. Men uni yoshlik qilib, yoshligimga borib, emotsiyaga berilgan holatda, hissiyotga kirishgan holatda uni tashaganman. Bloger Sherali Komilovning aytishicha, uning ixtiyorida 12-iyunda e'lon qilingan audio bayonotdagi iddaolarga dalil bo'luvchi yana bir necha fayl mavjud. Bu yerda yana menda adashmasam bir 25-30 ga yaqin faktlar bor, o'sha audio zapislar, video zapislar. Video zapislarning bittasini qo'ydim, ya'ni o'shanda telefon so'zlashuvi orqali Abror Muxtor Ali, ya'ni Abror Abduazimov o'sha qizni onasi bilan, ya'ni qaynonasi bilan telefonda aytishgani. Bu ham meni o'sha Facebookdagi profilimda bor. Tarmoq ahli Abror Muxtor Alining qaynonasi audio yozuvini muhokama qilar ekan, bahsga kirishdi. Bir tomon bu oilaviy mojaro, uning a'zolari o'zaro kelishib olishi kerak, jamoatchilik muhokamasiga chiqarmaslik kerak desa, boshqa tomon yo'q. Bu bitta oila doirasidan tashqariga chiqadigan ijtimoiy hodisa va uni jamoatchilik muhokama qilishi kerak degan fikrda. Bu davlatning ham yutug'i, umuman jamiyatning yutug'i, jinoyatni oldini olish. Jinoyat sodir bo'lmasdan turib, misol uchun bo'lgan shunaqa voqealar agarda ko'rgan bo'lsangiz, nimaga jamiyat aralashuvi yaxshi bu nimalarga natijalarga olib keladi. Madina Muxtorovada shunaqa bir voqealar bo'ldi o'g'li bilan. Yana bir qaysidir qizlar nomusiga tegib ketilgan holatlarda jamiyat aralashib, o'sha paytda blogerlar bordi. Undan keyin prokurorlarga shu jamiyat iltimos qilishni boshladi, tekshirib chiqilsin shu voqealarda. Undan keyingina haqiqatda o'sha voqeaga aniqlik kiritilib, vaziyatni o'rganilib, ya'ni balkinda haqiqatda bo'layotgan o'sha jinoyatni oldini oladi yoki to'xtatadi. Abror Muxtor Alining qaynonasi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Uniki deyilgan telefonga qilingan qo'ng'iroqqa bir ayol javob berdi. Ayol qaynona uning uzoq tanishi ekanini, telefon tutmagani uchun uning telefonidan foydalanib turganini bildirdi. Odatda ayollar oiladagi zo'ravonlik haqida huquq tartibot idoralariga arz qilavermaydilar. O'sha Facebook ijtimoiy tarmoqqa qo'ygandan keyin o'sha Abror Abduazimovni yoqlaydigan o'zini muxlislari bu oilaviy narsa, oilaviy yana narsaga aralashishlari kerak emas edi. Men bu narsani oilaviy mojaro deb o'ylamayman. Bu ijtimoiy ahamiyatga juda ham ega. Shariat bo'yicha olib kelinganda ham yoki qonun bo'yicha, men birinchi navbatda buni qonuniyligiga qaradim. Blogerning aytishicha, Abror Muxtor Alining qaynonasi uning ustidan tegishli idoralarga ariza bilan murojaat qilgan. Ozodlik O'zbekiston huquq tartibot idoralariga ham bu masala yuzasidan murojaat qildi, biroq hozircha javob olgani yo'q. Bu arizalar o'rganilar va haqiqat yuzaga chiqar. Biroq natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, taniqli internet voiz bilan bog'liq oilaviy mojaro oiladagi zo'ravonlik masalasini yana kun tartibiga chiqardi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilning yanvar va oktyabr oylari oralig'ida ichki ishlar organlari gender zo'ravonlik qurbonlari xavfsizligini ta'minlash uchun 8340 dan ortiq himoya orderlari bergan.
Ulardan 4330 nafari jismoniy, 3200 nafari psixologik zo'ravonlikka uchragan. 7600 dan ortiq holatlarda ayollar va qizlar o'z oilalarida zo'ravonlikka uchraganlar. Hamda salkam 5920 nafar holatda zo'rlik ishlatuvchi shaxslar o'z erlari bo'lib chiqqan. Natija bermagansak bu to'g'ri gap. 2019-yilning 2-sentyabrida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni imzolagan. Qonunda oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'layotgan ayollar himoyasi uchun qator choralar belgilab qo'yilgan. Masalan, turmush o'rtog'ining zo'ravonligidan aziyat chekkan ayolga 15 kunga qo'riqlash orderi berilishi mumkin. Bu muddat agar zarur bo'lsa 30 kungacha uzaytirilishi mumkin.